2, 1. Salom barcha internet foydalanuvchilari. Bugun siz bilan samolyot biletini kuydirib yuborish, uning oqibatlari va nima qilmaslik kerakligi to'g'risida gaplashamiz. Yaqinda samolyot uchishiga 20 daqiqa qolganda aeroport hududiga borib, uchishga harakat qilib ko'rdim, ammo kech qolganim, registratsiya yopilgani va shu bilan birga biletim qo'yganligi to'g'risidagi xush xabarni eshitdim. Bilasizmi? Yolg'iz emas ekanman. Juda muhim treningdan qolib ketdim. O'sha kuni qo'lim umuman ishga bormadi. Bir so'z bilan aytganda, depressiyaning 99-darajasi. Bir dona biletning kuyishi tranzit bilan uchishimni hisobga olganda qolgan 3 ta reysga mo'ljallangan biletlarni ham keraksiz holatga olib keldi. Borish va qaytishga mo'ljallangan biletlardan tashqari asab tolalarim, qimmatli vaqtim va xalqaro treningda ishtirok etish imkoniyatimdan mosuvo bo'ldim. Uchadigan kuningizga hech qanday ishni rejalashtirmang. Uchadigan vaqtingizdan 2-2,5 soat oldin aeroport hududida bo'ling. Deklaratsiya to'ldirish vaqtida yolg'on ishlatmang va bundan tashqari aviakompaniyangiz talab qilgan og'irlik ko'rsatkichidan ortig'ini olmang. Chunki har bir ortiqcha kilogramm yuk uchun qo'shimcha to'lov qilish lozim. Sinuvchi buyumlar bor degan belgi hozirgi kunda umuman yordam bermayapti, ammo ushbu ko'rsatuvimiz sizga yordam beradi deb o'ylaymiz. Ko'rishguncha!